Assalomu alaykum. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonida faol ishtirok eting. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlarida faol ishtirok eting. Assalomu alaykum. Ro'yxatga olish jarayonida faol ishtirok eting. Xabaringiz bor, hozirgi kunda yurtimizda muhim siyosiy jarayon. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlari ketmoqda. Ushbu tadbirda ishtirok etdingizmi? Yo'q, hali Ro'yxatdan o'tmadingiz. Marhamat, sizga biz o'zimizning flyerimizni taqdim etamiz. Ro'yxatdan o'tish tushunchalari berilgan. Kirib, saytimizda ro'yxatdan o'tib qolasiz. Oila a'zolaringizni ham ro'yxatdan o'tkazishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtingizni olaman. Hozirgi kunda yurtimizda muhim siyosiy tadbir aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri bo'lyapti. Siz ushbu tadbirda ishtirok etdingizmi? etdim. Ro'yxatdan o'tdingiz. Tamom. Rahmat. Qanaqa oila a'zolaringiz fikringiz bo'lsa, qanaqa bu siyosiy jarayon haqida nima fikr bildira olasiz? Qatnashdik. Qiyin joyi yo'q. Qancha vaqtingiz ketdi taxminan? 10 minut atrofida. Qiyinchiliklar tug'dirmadi hech qanday. Yo'q. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu